qandli diabeti bor, semiz insonlarni dardini bartaraf qilib kelayotgan eng kuchli professor Tesha Oktyabr Foundation yo'llariga keldim va savollarimizga javob olamiz. Hurmatli professor, qandli diabet va semizlik bilan o'sha og'rigan patsientlar Amerika, Yevropa, Aziyadan kelib, mana shu O'zbekistonda sizga o'sha operatsiyalarni, bariatrik operatsiyalarni qildirib, juda ham zo'r natijalar bilan qaytishadi. O'zi kimlarga bu operatsiyalarni tavsiya etgan bo'larsiz? Endi bu operatsiyalar har xil. Qandli diabet uchun operatsiyalar bor. Buni biz metabolik xirurgiya deymiz. Semizlik uchun bor operatsiyalar, bariatrik xirurgiya deymiz. Demak, faqatgina semizligi bo'lib, boshqa kasalliklari bo'lmasa, yo'ldosh kasalliklar bo'lmasa, demak, bularga alohida operatsiyalar bor. Demak, bugungi kunda semizlikdan aziyat chekadigan, semizlik asosida har xil kasalliklarga chalinadigan, o'zini qon bosimi oshishi bilan yoki bo'g'inlardagi, beldagi og'riqlar bilan ish faoliyati susaygan bemor kishilarga demak bariatrik operatsiyalar tavsiya etiladi. Har xil dorilar ishlab chiqarilgan aynan semizlikni yo'qotish uchun. Lekin ularni ham qo'llab hech qanday natijaga erishmagan taqdirda indeks massasi past bo'lsa-da, birinchi darajali semizlik, ikkinchi darajali semizlik bo'lsa ham bariatrik operatsiya tavsiya etiladi. Operatsiyadan keyin bemor nimalarga amal qilishi kerak? Endi biz hamma bemorlarni qo'liga tavsiya yozib beramiz. Tavsiya yozganda faqatgina dorilar iste'mol qilish emas, ularning ovqatlanish tartibini ham, hajmini ham hammasini ko'rsatib beramiz. Avvalambor bular kichik hajmda ovqatlanadi. Oldingiday masalan katta ob'yomdagi, katta hajmdagi ovqatlar bularga mumkin emas. Ular hammasi yozib beriladi qanday ovqatlanish kerakligi. Tez kamdan ovqatlanadi. Faqatgina ovqatlanish emas, operatsiyadan keyingi davrda demak o'zini tutishi, jismoniy harakat bilan shug'ullanishi bu ularga yordam beradi. Mana ko'pgina semizlikdan aziyat chekkanlar operatsiyadan keyin terisi oshirib qolishi borda. Bu bemorlar demak ular operatsiyadan keyingi davrda aktiv jismoniy harakat bilan shug'ullanmagan. Aerobiga bilan shug'ullanmagan, suzishga bormagan, chopmagan, yurmagan, harakatsizlikdan teri osiladi. Buning uchun demak operatsiyadan keyin faqatgina operatsiyaga yondashib, mana operatsiya qildim, ozaman deb o'tirish kerak emas. Operatsiya bu bitta shans beradi bemorga. Va yana oxirgi savolim, bu operatsiyalar yosh tanlaydimi? Endi ikkinchi yoshiga keladigan bo'lsak, bu uchun har xil guidelineslar ishlab chiqarilgan yuqori tashkilotlar tomonidan. Oldin 16 yoshdan yuqori edi, bugungi kunda yoshlar, o'smirlar o'rtasida semizlik oshganligi uchun ko'payib borayotganligini hisobga olib, bugungi kunda 16 yoshdan tavsiya beriladi. 12 yosh, 14 yoshlilar uchun ham tavsiyalar bor. Ularga chegaralangan. Ular demak hamma testlardan o'tib, gormonal tekshirishlar qiladi, boshqa usullar bilan harakat qiladi. Hech narsa yordam bermaganda, gormonal buzilishlar yoki jinsiy buzilishlar bo'lmaganda, unda oxirida demak bariatrik operatsiyalar tavsiya etiladi. 12-14 yoshlar. Juda ham ko'p ayollar kuzatishadi va yozishadi. Bariatrik operatsiyasidan keyin homilador bo'lishi mumkinmi va qancha vaqtdan keyin? Semizlik zaminida bepushtlik kelib chiqadi. Ko'pgina mana yoshlar vazni katta bo'lgan semizlik 2, 3, ayniqsa 3-darajali semizlik bilan aziyat chekkan yoshlarda bepushtlik bo'ladi semizlik asosida. Ular operatsiyadan keyin bemalol farzand ko'rishi mumkin. Demak bu nafaqat mumkin, bu balki bu kerak. Yaxshi rolga. Bu ko'rsatmalardan biri bu. Endi operatsiya bo'lgandan keyin kamida 1 yil homiladorlik mumkin emas. Chunki organizmda operatsiyadan keyin katta o'zgarishlar ketadi 1 yil davomida. Kamida 1 yil atak yaxshi bo'lardi, 2 yilgacha saqlansa. Sabr qilsa. 2 yilgacha saqlansa, unda juda ham yaxshi bo'ladi, chunki organizm to'liq o'zi kompensatsiya qiladi, o'ziga keladi,
sog'lomlashgan bo'ladi va bu holdagi homiladorlik yaxshi kechadi.